707 yoki 070 ikkalasini ham urug'ini ancha baland turadi. Chunki har doim savdoda sotilganda 707 hamda 070 raqamlari eng yuqori narxlarga chiqadi. 707 sir, kuch, 7 tashqaridan sovuqqon, ichidan esa hisob-kitobli. Bu odam tez ishonmaydi, har bir qadamini o'lchab bosadi. 0 Xudoyda pulini ko'rsatmaydi, rejasini ochmaydi. Yana 7 qat'iy yakun, boshlagan ishni tashlab ketmaydi, oxirigacha boradi. 070 sukutdagi strategiya. 0 sukut, shoshmaydi, kuzatadi. 7 ichki bosim, ichida doim olovi bor, lekin tashqariga chiqarmaydi. Yana 0 yopiq strategiya, reja bilan harakat qiladi, orqaga qaytmaydi. Xullas 707 hisobni joyiga qo'ydiradi, 070 hurmatini joyiga qo'ydiradi. Bu raqamlar shovqin qiladiganlarga yopishmaydi. Bu raqamlar ichida og'irlik borlarga yopishadi. Bu raqam taqqan odamlarga panyatka berish shart emas, chunki o'zini panyatkasi o'ziga yetarli bo'ladi. Kerak bo'lsa sizga panyatka beradi. Savol: 707 yopiq kartami, 070 sukutdagi strategiyami? Qaysi bir sizga yoqadi hamda qaysi birisi o'zingizda bor? Kommentariyada belgilab o'ting. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bilasizlar nima bosish.